orasidagi mehr oqibat, yor birodarlar orasidagi mehr oqibat, aka ukalar orasidagi mehr oqibat uzoqlashib uzoqlarga ketib qolganga o'xshaydi. Birodarlar, shu bir-birimizni oramizdagi mehr oqibatni yana joyiga olib kelib qo'ymasak, juda ahvolimiz og'ir ekan. Muhabbat sirlari pinhon, qaro ikki qaroqlarda erib suvday oqar qalbim o'shal ikki buloqlarda. Og'ayim, opa singillarim, to'zib ketma uzoqlarda, ki qalbim qiynalar doim ko'rarman deb so'roqlarda. Qolay hasrat, qolay hasrat, sanam bizga yetib bo'lmas uzoqlarda. Oyog'im qonlari oqib qotib qolgan tuzoqlarda. Qiz uzatilar ekan. Qiz bola birovni hasmi deylar ekan. Qiz uzatilgandan keyin qiz o'sha borgan joyida o'sha xonadon sohibiga yoqish uchun bugun 17-may 2026-yil diydorsiz qarindoshlar Qosim doda Rohatbo'ni avlodlari yig'ilishdi. Bu kontsovkasi emas, bu boshlanishi, bu debochasi. Davom ota-onalaridan ham, qarindoshlardan ham